Bugun sizlar bilan o'zini mazali va sifatli mevalari bilan butun dunyoni ta'minlaydigan qishloq O'qchi qishlog'i haqida gaplashamiz. O'qchi qishlog'i Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida joylashgan bo'lib, aholi soni 5027 tani, xonadonlar soni esa hozirgi kunda 1019 tani tashkil etadi. O'qchi qishlog'ining nomini tarixiga keladigan bo'lsak, 18-asrda asosiy avtotransport bu ot aravalar hisoblangan. Ot aravalarni, o'qlarni birlashtirib turuvchi moslama o'qlari So'g'd daryosining bo'ylarida o'sgan pishiq va mustahkam yog'ochlardan tayyorlangan. Shuning uchun qishloqni O'qchi, ya'ni aravalar uchun maxsus xomashyo olinadigan joy sifatida bilishgan. O'qchi bozor boshining nom berilishiga asosiy sabab mana shu bozor bo'ladi. Bu bozor har kuni mevalar uchun ochiq savdolar, hamma dehqonlar shu yerda olib sotarlar kelib, bemalol savdo qilib, umumiy bozori bo'lsa asosan chorshanba kuni bo'lar ekan. O'qchi qishlog'i asosan bog'dorchilik va chorvachilikda ulkan yutuqlarga erishgan bo'lib, xususan qulupnay va gilos yetishtirishda katta tajribaga egadirlar. Shu o'rinda bir gapni bemalol ayta olaman. Bog'dorchilikni o'qchiliklar haqiqiy san'at darajasiga olib chiqqan desam, mubolag'a bo'lmaydi. O'qchi qishlog'ining insonlari, tabiati, havosi haqida qancha ko'p gapirsak arziydi. Lekin 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib ko'rgan afzalroqdir. Shuning uchun kelib o'z ko'zingiz bilan ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingi videoda qaysi qishloq yoki mahallani yoritishimizni xohlagan bo'laringiz, izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting.